Promzona bozorida ajoyib yangiliklarimiz boshlandi. Promzona bozorimizdagi yana bir do'konimiz o'z ish faoliyatini boshladi. Issiqlik Plint dilerlik markaz do'konimiz endi Promzona bozorida. Konditsionerlarni ham davri o'tdi desam ishonasizmi? Hozir buni ko'rib chiqamiz. Do'konimizda akalarimiz, tadbirkor akalarimiz xalqimizga juda ham manfaatli bo'lgan fankoil uskunalarni olib kelishdi. Ko'rayotgan uskunangiz nima deyotganlarga xalqimizga tushuntirib o'tamiz. Bu qishda radiatorlarning o'rnini bosadigan issiqlik manbai sifatida ishlatsangiz bo'ladi. Ham undan tashqari esa yozda konditsioner sifatida ishlatishingiz mumkin bo'ladi. Buni nima nafi bor, qanaqa foydasi bor deb so'rayotganlarga buni eng muhim tomoni hozirgi kunda elektr sarfini aytib o'tamiz. Konditsionerni 4dan 1 qism elektr sarfini ishlatadi va undan tashqari bu sog'liqqa ham zarari yo'q. Ya'ni ishlash sistemasi nima? Suv bilan ishlaydi. Siz issiqlik keladigan, kotyoldan keladigan suvni mana shunga issiq suvni ulasangiz, qishda o'zidan farqli kompressor bilan hudab uyni isitib beradi. Shunisi bilan ajralib turadi. Qanaqa qilib bunda konditsioner vazifasini bajaradi deyotganlarga esa bu yoqqa o'tamiz. Ko'rayotganingiz issiqlik nasoslari, teplo nasoslarimiz bular ham Xitoydan keltiriladi. Birinchi qo'l holatda mana tadbirkor akalarimiz olib kelish jarayonlarini ko'rsatib o'tishibdi. Ya'ni shu teplo nasosdan mana bunga sistemasini ulaysiz. Ulaganingizdan keyin esa bu sovigan suvni xonani bug'latib beradi. Shu sistemada ishlaydi. Elektr sarfi buni ham 1 kilovat yozadi xolos. Bunaqangi hali texnologiya O'zbekistonga kelmagan. Mana tadbirkor akalarimiz Promzona bozorida aynan shu do'konni ochishdi. Buni o'rnatish sistemalarini yetkazib berishini butun O'zbekiston SNG davlatlariga ham bemalol olib kelib beramiz deyishyapti. Narxlari ham uyaltirmaydi deyishyapti. Bu yerda ko'rayotganingizdek ikkita turdagi fankoillarimiz turibdi. Bunisini esa misol uchun oladigan bo'lsak, 20 kvadratlik xonani bemalol isitib beradi, ham sovutib berish vazifasini bajaradi. Umuman bunda muammosi bo'lmaydi. Zapchastlarga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, fankoillarimiz Xitoydan keltirilgan bo'ladi. Fankoillarimiz Xitoy davlatining Greentech brendidan olib kelinadi. Undan tashqari buni gidroizolyatsiya zapchastlarini Yaponiyaning Panasonic brendiga tegishli bo'lgan zapchastlarni qo'yib berishadi. Xalqimizga juda ham foydali bo'lib ishlaydi deyishyapti. Bemalol pastda nomerlarni qoldirib qo'yaman. Aloqaga chiqishingiz mumkin bo'ladi. Manzillarni eslatib o'taman. Namangan shahar Kosonsoy ko'cha 27-A uy Promzona qurilish bozorida joylashgan. Bemalol do'konimizga kelishingiz mumkin bo'ladi. Egalar nomerlarini mana bu do'konimizda ham turibdi. Pastga ham qoldirib qo'yaman. Bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin bo'ladi. Narxlarni ham qulay holatda qilib berishadi.